Bomdod namozi. 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Bomdod namozining 2 rakat sunnati qanday o'qiladi? Namoz vaqti kirgach, tahorat bilan, pokiza kiyimda, pokiza joyda turib, qiblaga yuzlanib, niyat qilamiz. Allohning roziligi uchun bomdod namozining sunnatini o'qishni niyat qildim. Niyatni tilda aytsak yaxshi, lekin ichimizda aytsak ham joiz. 1 rakat. Allohu akbar deb takbir aytib, qo'lning barmoqlarini ochiq tutib, ko'krak to'g'risiga ko'taramiz. Barmoqlarning uchi yelka barobarida bo'lishi kerak. Keyin o'ng qo'lni chap qo'lning ustiga qo'yib, ko'krak ustiga qo'yamiz. Bu paytda nigohimizni joynamozdagi sajda o'rniga qaratib turamiz. Ayol kishi qiyomda oyoqlarini o'ziga qulay bo'lgan holda qo'yib, odob bilan turadi. Oyoqlar orasini erkaklarniki kabi katta ochib yubormaslik, bir-biriga tekkizib ham olmaslik kerak. So'ngra sano duosini o'qiymiz. Subhanakallahumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Ta'avuz bilan basmalani aytamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. So'ngra Fotiha surasini o'qiymiz va ortidan Amin deymiz. Fotiha surasini har qanday namozning har bir rakatining avvalida o'qish vojibdir. Fotiha surasi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So'ng zam sura, ya'ni boshqa qo'shimcha bir sura yoki eng kamida bitta uzun oyat yoki 3 ta qisqa oyat o'qiymiz. Masad surasi. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Qiroatni tugatgach, takbir aytib, qo'llarni ko'tarmasdan rukuga boramiz. Allohu akbar. Rukuda tizzalarni salgina bukkan holda ikki qo'limizni tizzalarimizning ustiga qo'yamiz. Nigohimizni ikki oyog'imiz uchiga qaratamiz. Shu holatda kamida 3 marta Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Sami'allohu liman hamidah deb rukudan turamiz. Tiklanib bo'lgandan keyin Robbana va lakal hamd deymiz. Qaddimizni tik tutgan holda takbir aytib, sajdaga ketamiz. Allohu akbar. Sajdaga borayotganda avval 2 tizzani, keyin 2 qo'lni yerga qo'yamiz. Keyin 2 qo'lning orasiga boshimizni qo'yamiz. Sajda holatida qo'llar bosh sathi barobarida, boshning 2 tomoniga undan uncha uzoqlashtirmagan holda qo'yiladi. Qo'l barmoqlari zich jamlangan holda qiblaga qaratiladi. Erkaklardan farqli o'laroq qo'llar yig'ilib, biqinga, bilaklar yerga tekkiziladi. Faqat tirsakning chig'anog'i yerdan salgina uzilib turadi. Qorin esa oyoq sonlariga tegib turishi kerak. 2 oyoq imkon qadar bir-biriga tegib turishi, oyoq panjalari esa yerga tegib, qiblaga qarab turishi shart. Sajda holatida qo'llar, peshona, burun, oyoqlar yerdan ko'tarilishi mumkin emas. Sajda holatida nigohimiz burunning uchiga qaratiladi.
Shu holatda Allohni ulug'lab, kamida 3 marta سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى deymiz. So'ng takbir aytib, sajdadan bosh ko'tariladi. الله أكبر. Ikki qo'lni ikki son ustiga qo'ygan holda o'tirib, biroz tin olinadi. Ikki sajda orasida va ikkinchi rakat sajdasidan so'ng tashahhudda, namoz oxirida salovat aytib o'tirganida, ayol kishi oyoqlarini juftlab, o'ng tomonga chiqarib oladi. So'ng yana takbir aytib, ikkinchi marta sajda qilinadi. الله أكبر. Sajdada turgan holda yana 3 marta سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى deyiladi. Eslatma: namozda ruku 1 marta, sajda 2 marta qilinadi. Shuning bilan namozning birinchi rakati tugaydi. Keyin Allohu akbar deb takbir aytib, ikkinchi rakatga turamiz. Sajdadan turayotganda avval boshni, keyin ikki qo'lni, undan keyin ikki tizzani ko'taramiz. Qo'llarimizni yerga tiramaymiz. Agar qarilik, semizlik yoki bemorlik sababli qo'llarni tirashga ehtiyoj tug'ilsa, tirab turish joiz. Ikkinchi rakat. Ikkinchi rakat ham xuddi birinchi rakatga o'xshab o'qiladi. Faqat ikkinchi rakatning boshida takbiri tahrima, sano, ta'vuz aytilmaydi. Ko'krak ustiga chap qo'lni, uning ustiga o'ng qo'lni qo'yamiz. بسم الله الرحمن الرحيم deb Fotiha surasini o'qiymiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So'ngra bismillahni aytmasdan Zan suraga biror sura o'qiymiz. Ixlos surasi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Xuddi birinchi rakatdagi kabi bir marta ruku va 2 marta sajdalarni qilgach, qadai oxirga o'tiriladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, sajdadan so'ng ayol oyoqlarini juftlab, o'ng tomonga chiqarib, qa'daga o'tiradi. Qo'llarini soniga qo'yadi va tashahhud duosini o'qiydi. Bu paytda nigoh qalbga qaratiladi. Tashahhud. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tashahhudda la ilaha ni aytayotganda
o'ng qo'lning bosh va o'rta barmoqlarini bir-biriga qo'shib, halqa qilib, sinchaloq va nomsiz barmoqlarni yig'ib turib, ko'rsatkich barmoq bilan sabboba ishorasi qilinadi. Aslida arablar bir-birini koyiganda barmoqni ko'targani uchun sabboba deb atagan. Shayton uchun emas. Shuning uchun ko'pchilik ulamolar buni musabbiha deydi. La deganda ko'tariladi, illa deganda tushiriladi. So'ng barmoqlar yozib yuboriladi. Ishora paytida barmoqqa qaraydi xolos, boshqa payt ko'ksiga. Ba'zi ulamolarimiz bu ishorani qilmaslikni aytsalar, ba'zilari qilish kerakligini ta'kidlaydilar. Biz esa ustozi o'rgatganlar qilsin, o'rgatmaganlar qilmasin, ammo ixtilof bo'lmasin deymiz. So'ngra shunday o'tirgan holda quyidagi salovat o'qiladi. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Salovatdan so'ng Qur'oniy duolardan o'qish mumkin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Undan keyin avval o'ng, keyin chap tomonga qarab, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shu bilan 2 rakatli bomdod namozi tugaydi. So'ng sunnatga muvofiq 3 marta istig'for aytamiz. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Keyin Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom deya duo qilamiz. So'ngra bomdod namozining 2 rakat farzini o'qish uchun o'rnimizdan turamiz. Bomdod namozining 2 rakat farzi qanday o'qiladi? Ayol kishi bomdod namozining 2 rakat farzini ham xuddi sunnati kabi ovoz chiqarmasdan o'qiydi. Faqat niyatda farq qiladi. Allohning roziligi uchun bomdod namozining farzini o'qishni niyat qildim deb niyat qilinadi. Allohu akbar. Birinchi rakat sano. Subhanakallahumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Ta'awuz va basmala. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Fotiha surasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Falaq surasi. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ikkinchi rakat. بسم الله الرحمن الرحيم deb Fotiha surasini o'qiymiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين An-Nas surasi. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس So'ng bir marta ruku va 2 marta sajda qilib, qa'dai oxirga o'tiramiz. Tashahhud va salovatni o'qiymiz. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Qa'dai avvalga o'tirib, tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Tashahhudning ortidan salovatni o'qiymiz. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Salovatdan so'ng Qur'oniy duolardan o'qish mumkin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار So'ngra ikki tomonga salom berish bilan
namozdan chiqamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shunday qilib, bomdod namozining 2 rakat sunnat va 2 rakat farzi nihoyasiga yetdi. Endi zikr va duolar qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam namozdan keyin qanday zikr va duolarni qay tartibda qilganlari bir nechta hadis shariflarda turlicha kelgan. Demak, bu borada aniq bir qoida yoki chegara yo'q. Biz esa quyida namuna sifatida ulardan birini tartibi bilan keltiramiz. Salom berib namozdan chiqqach 3 marta istig'for aytamiz. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Keyin Allohumma antas salam va minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikrom. deya duo qilamiz. Bismillahni aytamiz. So'ng 33 marta Allohga tasbih aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanalloh. 33 marta Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah. 33 marta Allohni ulug'lab Allohu akbar deymiz. 99 ta zikr bo'ladi. 100-siga quyidagi zikrni aytamiz. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shundan so'ng A'udhu billah va bismillahni aytib, oyatal kursiyni qiroat qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. So'ng duoga qo'l ochamiz. Farz namozlarini jamoat bo'lib o'qish. Agar ayol har qanday farz namozlarida imomga iqtido qilib, ya'ni imomning orqasida unga ergashib namoz o'qiydigan bo'lsa, ba'zi ahkomlarni bilib olishi lozim. Ayol kishi faqat farz namozlarini va Ramazonda taroveh namozlarini imomga iqtido qilib, ya'ni jamoat bo'lib o'qiydi. Shuningdek, taroveh namozi paytida vitrni ham jamoat bilan o'qiladi. Boshqa payt vitr namozini hamma alohida o'zi o'qiydi. Jamoatda imomning orqasida erkaklar, keyingi qatorda bolalar, oxirgi qatorda ayollar saf tortadilar. Avvalo niyat qilganda mana shu imomga iqtido qilib deb ham qo'shib qo'yadi. Sanoni o'qigach ta'avvuz va basmalani aytmaydi. Indamay imomga quloq solib turadi. Chunki ta'avvuz bilan basmala qiroat uchun aytiladi. Jamoat namozida esa qiroatni imom qiladi. Har bir takbirni, ya'ni Allohu akbarni imom aytadi. Rukudan turishda imom faqat ni aytadi. Iqtido qiluvchi faqat Robbana va lakal hamd deydi. Har bir rakatda Fotihani va Zam suralarni imom o'qiydi. Imomga ergashuvchi faqat eshitib turadi. Tashahhud va salovatni imom ham
Unga ergashuvchi ham o'zi alohida ichida o'qiydi. So'ngra salom berib, namozni tugatadi.